Money ilovasi orqali butun Yevropadan O'zbekistonga oson pul yuboring. Bosh sahifadan payment bo'limiga o'tamiz, payment bo'limidan esa transfer to Uzbekistan bo'limini tanlaymiz. Qabul qiluvchining Uzkart yoki Humo kartasini kiritamiz va albatta kerakli summani ham yozamiz. Eng asosiysi Money ilovasida Yevropadan O'zbekistonga pul o'tkazish uchun xizmat haqqi 0%. Money, pulingizni oson va qulay jo'nating. Assalomu alaykum. BNB podkast 3-son. Germaniyadagi o'zbeklardan sizlarga salom yo'llaymiz. O'ylaymizki, podkastlarimiz sizlarga yoqyapti. Mirsolih bilan Begzodga 8 marta o'rgatdim, mikrofon to'g'ri o'tirishlar, shaqillab odamlar g'ashiga tegadi, lekin mana oliy ma'lumotli insonlar mana. Voy, yomon. Bu bizani yo'tal qilib qo'yarsiz. Men ham kimdir suv turibdi, meni kim deyman? Ha, menga. Xo'p, o'ylaymizki, podkastlar sizlarga yoqyapti. Biz harakat qilyapmiz, sizlarga imkon qadar o'zimizni bilgan ma'lumotlarimizni shaffof, xuddi akamizga, xuddi singlingizga, umuman yaqin odamimizga qanaqa aytib bersak, sizlarga ham shunaqa harakat qilyapmiz. Shuning uchun bizdan iltimos, til kamchiliklari bo'lib qolsa, senzura joylari bo'lib qolsa, uzr so'raymiz. Chunki bu bez senzura podkast. Uchalamizning ham firmamiz yo'q, lekin kelishib oldik, odam ham kerak firma ochmoqchimiz. Hazil jiddiy olmaylik. Shunchaki biz borini bo'lishmoqchimiz. Bugungi mavzuyimiz birinchi podkastda kommentida shunaqa bittasi yozib qopti. Qisqagina kirish qilib ketsak bo'ladi. Nemis qizlarga uylanish yoki nemislarga erga tegish mavzusini yozishibdi. Qiziq mavzu, chunki o'zbeklar orasida uylanganlar ham bor, erga tekkanlar ham bor. Sizlar ham shunaqa tanishdi aka? Menda yo'q. Menda ham yo'q. Bo'ldi, tugatish bilan. Bo'ldi, rahmat. Birinchi son tugadi, rahmat. Hammaga rahmat. Endi menimcha eng ko'p o'zbeklarni taniydigan o'zbek siz o'zingiz Germaniyada, to'g'rimi? Ha. Men uchalasini birlashtirib ayta olaman. 3 tami 4 ta o'zbekni taniyman. Nemislarga tekkan qizlar. Buni ham aniqlashtirib ketish kerak edi. Xullas, eng katta prinsipi nima bo'lgan? Bularni 4-5 tasini birlashtirgan bitta narsa. To'xtang, nemismi yoki ana shpet auzirlarmi? Yo'q, nemisga tegishgan. Men ko'rishganman, gaplashib ko'rganman. To есть familiyalari ham, basharasi ham, gapirishi ham. Shpet auzirlarni nimaligini tushuntirib ketasizmi? O'zingiz aytib keting, o'zingiz boshladingiz. Gap so'z sizga. Ya'ni nemisda ya'ni neyroxirurg, kosmetolog, o'rischa nevropatolog, flebolog. Ayting. Anaqada o'rischasiga поздний переселенцы deyiladi. Oldin nemis etnosiga aloqasi bo'lgan odamlar o'sha ko'pincha o'sha postsovet davlatlarida yashashgan va o'sha nemis millatiga aloqasi bo'lganligi uchun o'sha 90-yillardan keyin ko'chib kelishgan. Germaniya birlashgandan keyin Qozog'istondan ko'pchilik ko'chib kelgan. O'shalarni nemischa shpet auzirlar deyiladi. To'g'ri. Aynan yana bitta qiziq ma'lumot ko'rayotganlarga balki qiziq bo'lar. Eng ko'p nemis Ukraina bilan Qozog'istonga ko'chirilgan ekan. 1 millionga yaqin nemislar Qozog'istonda yashashgan. Keyingi o'rinda O'rta Osiyoda O'zbekiston turadi. Angren, Chirchiq taraflarida juda ham ko'p nemislar yashashgan. Men keyin ko'chib kelgan, lekin bu yerda tanishib qolgan nemislarning ko'pchiligini taniyman. Xullas, juda qiziq bo'ladi menimcha shu joyi. Ularning bitta og'riqli joyi bor, bilasizmi? Eshitganmisiz? U yoqlik emas, bu yoqlik emasmi? Ha, aytishadi. Bizani o'tda nemis deyshadi, bu yerga kelganmiz ekan, bizani o'ris deyshadi. O'rtada qolib ketgan deyshadi. Lekin o'zlaridan ko'pchiligini so'rasam, men o'zim ruslardek his qilaman deb aytadi. Albatta, chunki ular nechanchi pokoleniya bo'lgan? 2-3. Chunki ularni Yekaterina paytidagi o'rislar. Yo'q, o'sha paytdagi nemislar. Yo'q, men ikkinchi jahon urushidan keyingisini aytyapman men. Yo'q. Ha. Ular ikkinchi yo 3-chi pokoleniya bo'ladi. Unda 4-chisigacha bormagan. Xullas, nemislarga tekkan o'zbeklar bilan suhbatlarimdan keyingi xulosam shuki, ularning ko'pchiligini aytgan bir xil gapi bor. Bir xil emas, shu o'xshashib ketadi. Meni bu xarakterimni o'zbek erkagi ko'tara olmaydi degan. Nemischa ko'tarar ekanmi? Yashashyapti-yu. Necha yildan beri? Ancha bir 7-8 yillari bor. Yengisi ham bor, 3 yilmi, 2 yildan beri yashayotgan o'zbeklar. Ya'ni klassik o'zbekcha oilaga moslasha olmasdim men. Shuning uchun taqdir bo'lib tegib qolgan. Bu yerda sevgisi ham bor deb o'ylayman. No, menimcha bunaqa случайlar исключение из правил juda kam. Siz 3 ta do'stsiz. Siz tanigan odamlardan 3 ta bo'lsa agar, значит, u kam. Statistika bo'yicha juda kam. To'g'ri. Chunki yangi ma'lumot chiqdi. Bu ham yangi ma'lumot. Oldingi
bilishim bo'yicha Germaniyada yashayotgan, rasmiy yashayotgan o'zbeklar soni 13 ming deyilardi, hozir 16 mingga yetibdi. Bular o'sha rasmiy yashayotganlar. Student siz 15,900 tasini tanisangiz kerak. Ha, yo'q, 15 ming 900 tasini tanimayman, lekin asosiy qismi oilaliklar va Ausbildung kelganlar. Studentlar kammi? Studentlar ko'p. Ko'pmi studentlar? То есть Ausbildung bilan studentlarni Yo'q, bittaga imенно student qiladiganlar, yo'q, universitetda o'qiydiganlar. unaqa ko'p emasda. Bu 16 mingtani ichida unda katta son emas. Bu ham bitta yaxshi mavzu edi-da, o'sha biz o'sha mavzu qaysi mavzularda gaplashishni o'ylaganimizda ham bitta mavzulardan bittasi shu edi. Germaniyada o'qish, mana shu universitetda o'qish yaxshimi, yo'qmi? Yaxshimi? O'zim aytishim mumkin, yaxshi deyman. Chunki bir marta men gaplashganda nima qilgan bo'larding degan. Men 20 yoshligimda, masalan 17 yoshimda universitetga kirgan bo'lsam, bilmaganman-da Germaniyani. Meni tasavvurimda u paytda bo'lgan Germaniyada o'qish, bu AQShda o'qishdagi qimmatmi? 10 ming, 20 ming yiliga ketadi, u bulqatdan, to'g'ri? Keyinchalik bilganmanki, Germaniyada o'qish tekin. То есть hech qanaqa tekin emas u. Nima? Qanaqa semestr sbor bor. Tekin? U 200 euromi semestrga? Pulday, baribir. Yo'q, Stipendiya ham oladi-yu. Hamma olmaydi. Ko'pchilik oladi. Peterda pulga o'qiganmiz? Necha pul to'lagansiz? To'laganman. Dollarda u paytda 3-4 ming to'lagan. 4 ming to'laganmiz-da biz. Biz 4 ming to'lab yiliga o'qiganmiz. Endi qarang, Stuttgart, masalan, endi bu ham Bundeslandga qarabda, Stuttgartda masalan ko'plab universitet, imенно Baden-Württembergda juda ham ko'plab universitetlarda chet ellik talabalar uchun to'lov summasi seryozni, 4-5 mingdan tepa. To'g'ri, grant dasturlari ham bor. Bor. Baribir misol uchun Germaniya uchun mana agar AQSh bilan solishtiradigan bo'lsak, juda katta farqda. 4 ming yiliga ham 100%. To'g'ri. Meni bilishim bo'yicha Germaniyada o'sha taraf yaxshi, diskriminatsiyasi yo'qda. Chet ellikmi, germaniyalikmi yoki boshqa chet ellikmi farqi yo'q, hammasiga bir xil. To есть ta'lim beriladi ham, pul ham olinmaydi-da. Chunki farqi chetdan kelgan bo'lsa, o'sha student kollekga o'tish kerak yoki o'qib qo'ygan bo'lsa, amerikandan qilish kerak, tasdiqlash kerak, keyin o'qishni boshlaydi. O'zi Germaniyadagi institutlarni kuchli hisoblaysizlarmi yo'q? Endi hisoblayman kuchli deb. Endi meni tanishim bor, Amerika, Kanadada yashaydi. Amerika, assalomu alaykum, mabodo ko'rib qolsangiz. Amerika 8 davlatda yashagan-da. Turkiyada ham yashagan, Germaniyada ham yashagan, Angliyada, Yangi Zelandiyada yashagan, oxiri Kanadaga migratsiya qilib ketgan. То есть migratsion yo'li juda ham zo'r, ilm sohasida yurgan. O'sha opani gapiga men ko'proq qo'shilaman. U Amerika o'shanda aytgandilarki, Yevropa bo'ylab imkoniyat bo'lsa, Angliyada o'qish kerak. Agar Angliya qimmatli qilsa, Germaniyada o'qish kerak. Agar umumiy sharoit ko'taradigan bo'lsa, Amerikada o'qish kerak. To есть ular endi u kishi PhD menimcha ancha ilm sohasini qilgan ayol, ko'p davlatlarda yashab ko'rgan va hamma davlatda dars ham bergan, ishlaganlar, shu imенно ilm sohasi bo'yicha ishlaganlarda, shu ularning gapiga men qo'shilaman. Konkurensiya qanaqa? Konkurensiya misol uchun. Top rankingda ham juda ham ko'pchiligi imенно Amerikan universitetlari, Germaniyanikini 4 dan 5 o'shani aytolman-da, o'shani aytolman. Men chiqarib ham qo'yaman. Xo'p, endi ranking qanaqa qilinadi? Bilamiz ham kriteriyalar nimaligini? Kriteriyasi nima uni? Наверное, например, o'sha institutni tamomlagan odamlar qanchasi professor bo'lgani, qanchasi misol uchun ilm fanga, mirovoy ilm fanga hissa qo'shgani, menimcha shu bilan hisoblanadi-da. Men ham haqiqatda to'g'ri aytyapsiz. Germaniya universitetlarining pozitsiyasi juda pastroqda, kam orasida-da. Men o'yladim, haqiqatda, lekin birinchi, ikkinchi o'rinlarda yo'q. Ko'pi Amerika, Angliya. To'g'ri. 30 talikda kam bitta bor adashmasam. Xo'p, o'shaning uchun men rankingga kritik qarayman-da. U ranking nima asosida qilinadi, nima asosida ball berishadi. Masalan, ilmiy tarafdan ball beradigan bo'lsa, masalan, hozirgi paytda eng ko'p statiyalar, ilmiy o'sha maqolalar qayerdan chiqyapti? PubMedni yarmini to'ldirib tashlaganlar kim? Bilasizlarmi? Xitoy. Xitoyda butun dunyo bilan tenglashtirganda Xitoydan ko'proq ilmiy maqolalar chiqadi. Xitoy universitetlari ham bor. Endi mana Xitoyniki ko'proq dedi. Ko'p, to'g'ri. Endi Xitoy men aytmoqchiman, lekin rankingga kirmaydi-da, unaqa to'pligiga kirmaydi ular ham. Kiradi Xitoy. Kiradi, Germaniyadan ko'proq даже. Men uni tekshirib ko'rganman-da. Men tekshirib ko'rganman. Men hayron qolganman. To'g'ri, Germaniya zo'r o'qish uchun, masalan, eng katta pluslardan biri hammamiz bilamiz, Lebenslaufda nemetskiy diplom tursa va Germaniyaga kelajagini bog'lasa, tip-top. Fantastika, zo'r viloyat qiladi karyeraga. Juda ham ko'p masalan moliyachi o'zbeklarning hammasi shu yerda tugatishgan, magistraturani bo'lsa ham karyerani ko'tarilishga zo'r imkoniyat. Masalan, bitta misol aytib beraman. Ayolim ham doktor bo'lgani uchun ishxonasida shunaqa bo'lgan. Xonada nemislar bilan gaplashib o'tirishgan paytida bittasi PhD qilgan ekan
faqat Kosovoda qilgan, Albaniyada qilgan. Akasi Ishonchi. Вот, точно. Hozir men aytib beraman. Bu qolganlarga yengil bo'lib qoladi. Germaniya shunaqa qilar ekanda, PhD bo'lsangiz boshqa davlatdan tan olsa, qovus ichida davlatini yozib qo'yar ekan. Gap ketgan PhDlar haqida. Zo'r mavzu. Mana shu PhD haqida gaplashamiz. Meni og'riqli joylarim. O'shanda aytganda, umumiy aytgan. Mana men bu doktoram PhD ko'sa, nemis aytgan deganda, Kosovoda qanaqa qilgan o'zi biladi deganda. То есть nemetskiy bo'lmaganini tan olish darajasi ham juda ham past, chunki ular korrupsiya deb o'ylaydi. Germaniyada bu narsani qilish o'ta qiyin va yillar ketadi va yana idealniy nemetskiy kerak yoki idealniy ingliz tili kerak. Bu gapni o'zi nimaga aytyapman? Ya'ni Germaniyada o'qib kelajagingizni shu yoqqa bog'lasanglar, udar. Lekin tramplin vazifasini qilish uchun ham zo'r. Lekin ranking bo'yicha meni maslahatim, yana misol bilan ikkalamiz ham fikrimiz bitta chiqdi bu safar. Siz baribir boshqa tarafga ketasiz. Pul taraflama ham arzon. Tekin deyolmayman masalan. To'g'ri, 200 yevro katta pul bo'lmasligi mumkin. Xo'p, to'xta. 200 yevro ham ketgandan keyin sizga nima berishadi 200 yevroga, bilasizmi? Ta'lim emas, u 200 yevroga sizga o'sha kitoblaringiz plus transportga o'sha farshayn o'sha hamma narsalarni o'shani ichida u. Qo'shilama. Semestrga bu, adashmang. To'g'ri, lekin reklama qilinayotgan paytda tekin deyishadi. Tekin emas-ku, pul bor. Arzonroq deyish mumkin shu narsani. To есть to'g'ri aytish kerak degan. Ancha arzon. Ancha arzon desam, men qo'shilib ketaman. Masalan, baribir zbor bo'ladi. Ko'pchilik tekin deganda vashi pul deb emas deb o'ylaydi, to есть pul yo'q deb o'ylaydi. Endi с чем сравнивать? Haqiqatan masalan, qarang, xo'p, tenglashtirsak, masalan, Toshkent universitetida kimdir Samarqanddan kelib Toshkentda o'qiyapti. Aytaylik, kontraktda o'qiyapti. Necha pul hozir kontraktda? Bilmayman. Kontraktda o'qiyapti. Yozib ketinglar, necha pul eng arzoni? 2-3 ming bor, to'g'rimi, yiliga? Bor. Endi bu sohasiga qarab. Xo'p, aytaylik. 1000 deb olaylik, 1000 dan boshlansa kerak, ya'ni bilmadim. Ya'ni super kontraktlar bor, xalq ko'payib ketgan hozir. Keyin baland. Super kontraktdan bitta tema masalan. Keyin o'sha kontrakt to'laydi, to'g'rimi? Yana o'zi ijarada yashaydi. Men Samarqanddan Toshkentga ota-onasi bilan uyda yashaydi. Ijaraga pul to'lamaydi, ovqatga pul to'lamaydi. Agar chet viloyatdan kelgan bo'lsa, Toshkentda ijarada turadi. Ovqatiga, transportiga, hamma narsaga pul ketadi, to'g'rimi? Plus kontrakt. Endi xuddi shu Samarqandlik odam Germaniyada o'qiyapti. Qaysi bir arzon bo'ladi? Endi Germaniya shu katta tema-yu bu. Chunki men masalan o'zim lishniy сторонникman-da, menga aytishadi, menga ko'pincha adashib yozishadi. Men bunaqa yozishadi, men 3-4-kursda o'qiyapman, Germaniya o'qishim ko'chiringmi deydi. Yo'q deyman. Ko'chira olmaysizlar. Ko'chirishni foydasi yo'q. Ko'chirishga ko'chiradi, lekin hammasini nol qilib qo'yadi-da. Endi bu bo'lmaydigan narsa-da, deyarli. Undan ko'ra oxirigacha o'qib qo'yganda, undan keyin betga tasdiqlagani yaxshi diplom deyman. Lekin aytadi, mana men maktab bitiraman 1 yildan keyin. Menga xuddi shunaqa yaqin tanishim chiqqanda aytgan, o'g'lim bitiryapti, maslahat berasizmi degan. Men aytganman 100% deganman. Siz moliyaviy ko'tarsangiz, moliyaviy qo'llab-quvvatlang o'g'lingizni, o'qiting, Germaniyada o'qitganingiz yaxshi deganman. Xuddi shu ishni qilishdi, hozir o'sha yigit Yenada meditsinskida o'qib yuribdi. Endi qarang, men ham bitta qo'shimcha qilib ketaman. Sohasiga ham qarabda, masalan, meditsinada, yurada, men bu high level kasblarda ishlab turib o'qiyman desh juda katta xato deb o'ylayman. Yo'q, men qarang, to'xtang. Ishlash deganda ham u kechki payt bor McDonald'sda ishlamaydi o'qishdan keyin. Tushunasizmi? Universitetda bilasizmi qanaqa ish ko'p, meditsinskiy особенно. Bitta meditsina emas-ku, men umumiy aytayapman. Xo'p, endi boshqa universitetda bo'lsa ham ish topsa bo'ladi. 20 soat haftasiga ishlashga ruxsat beradi. Тем более ular налоговое обложение вообще kam bo'ladi. 1200 gacha topsa bo'ladi, 1500 gacha налог почти olmaydi. Agar xolasa bemalol topsa bo'ladi, pul. Men qarshi emasman. Oka, mana siz ham hammamiz institut tugatganmiz-da. Ishlab turib o'qish bu katta resurs va 10 ta odamdan 2 tasi, 3 tasi udashini kesib ola oladi. Normal. Men bilmayman. 10 tadan 8 tasi men bilganlarim hammasi o'qiyotganda ishlagan. Men ham shunaqa ishlaganman. Medbrat bo'lib shu kechasi ham ishlaganman. Bizani ish bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Peterda masalan bilan medbrat bo'lganlar, men ham o'qishdan keyin medbrat bo'lardim. Dushanbadan jumagacha ishdan keyin yana 4 soat borib klinika o'qishdan keyin 4 soat medbrat bo'lib ishlaydim частный klinika. Shanba, yakshanba shundoq ham. Har 4 haftada shanba, yakshanba 9 soatdan ishlardim. Tushunasizmi? U boshqa narsa. Betdagilar qanaqa ishlaydi? Bular masalan
medinstni taniyman demasdan medinstda ishlaydiganlar o'sha qanaqadir forshunga bo'ladi laboratoriyaga bo'ladi yoki masalan universitet klinikani o'zini ishlari bo'ladi studentlar uchun foyda o'zini kelajagiga ham foyda ishlaydi McDonald'slarda ishlamaydida o'zini yo'nalishiga yaqin joyda ishlaydi ular o'zi условия qilib qo'ygan shuni tushunasizmi mana shu narsani aytib ket mana shu narsani chiqarmoqchi masalan agar даже BVL masalan o'sha business administration o'shanga o'xshagan yo'nalishda ishlasa ham har bitta katta kanslaylarda katta anaqa korxonalarda studentlarning ishi bo'ladi student job deyiladi ko'pincha zaxarbayt o'sha mayda chuyda ishlar lekin oylik to'laydi нормальный ular o'sha yo'nalishni praktikasi bo'ladi lekin mana umumiy statistikani olib qaraydigan bo'lsak institutning kapasiteti masalan 1000 ta talaba bo'lsa 1000 tasini unaqa ish bilan ta'minlab bera olmaydi-yu bu bilan ham soglasitsiya qilish kerak baribir birinchidan 1000 ta emas endi hammasi ham misol uchun ishlashga muhtoj emas-ku o'sha ishlashga muhtoj bo'lganiga ular joy qilib beryapti-da lekin boshqa masalan ko'pchilik o'zimiz masalan O'zbekistondan bu yoqqa kelib o'qish bu katta investitsiya-da ota-ona uchun ham to есть ota-ona orqadan push qilib turish kerak puldan o'g'lim 4 yil o'qib olgan yoki qizim 4 yil bilmadim qizim temasi katta tema не всегда ota-onalar qizim o'qib olgin deydi да bu kirmayman o'g'il boladan gaplashamiz lучше o'g'il bolada masalan ota-onasi davay 4 yil o'qib olgin desa men aytmoqchiman bu idealniy o'zi agar bolani kallasida insofi bo'lsa ishlamasdan turib ganyat qilsa o'zini sohasini 4 yil Germaniyada yaxshi kelajak qurib ketishi zo'rroq demoqchiman ishlaganda baribir fokus bo'linishi borda to'g'ri buni yaxshi taraflari ham ko'p fokus bo'linishi taraflama aytaman o'sha 10 ta talabalarni hammasi ham institutda qola olmaydi McDonald'sda yoki boshqa sohada ishlayotgan juda ko'p o'zbeklarni taniyman institutda o'qiydi lekin o'zini sohasida ishlay olmaydi shu taraflama aytmoqchi edim fikrim har xil bir-birimizga rozi bo'lishimiz shart emas 100% kimdir mendan tavsiya so'rasa men xuddi shunaqa tavsiya bergan bo'lardim o'sha Samarqanddan masalan yoki o'sha Toshkentda bo'lmagan Toshkentda o'qimoqchi bo'lsa ikkinchi varianti Germaniya bo'lsa 2 yil vaqtingni ketkazdirdim til o'rgandirdim keyin zato kelib Germaniyada o'qigin dedim o'sha oxirida общий investitsiya qilganda ham ertangi kunni o'ylamaysiz to'g'rimi 1 yildan keyin 10 yildan keyin kelishini o'ylaysiz to'g'rimi masalan 10 yilni aytaylik keyingi o'sha meditsinskida o'qiyman desa 6 yil plus 3 yil to'lasa hamma kontraktlarni magistratura undan qimmat keyin общий buyoqda ketadigan pulni hisoblasa boshida ketadi deb hisoblayman men har doim keyin o'zini o'zi tortib keta oladi baribir nima bo'lsa ham o'qishiga unaqa katta ta'sir qilmasdan men o'ylaymanki 16 yoshdan 20-24-25 yoshgacha shunaqa kapatsitet ko'p odamda 4 soat uxlab 20 soat aktivniy bo'la oladi-da. O'shani ichida 10 soatida o'sha o'qish bilan shug'ullanib 10 soat ishlasa, no zato unda o'sha golod bo'ladi. To есть o'zida golod gaplashdik-ku golod haqida. Ya'ni boshqa ochlikda harakat qilishni boshlaydi. Motivatsiya bo'ladi. Faqat ishga emas, o'qishga ham motivatsiya uyg'onadi. Endi qaranglar. Hamma baribir o'zini ko'lmagidan o'lchaydi, to'g'rimi? Nisbat bu hayot o'zi nisbiy narsa-yu. To есть siz ham o'zingizni miyangizdan, to есть o'zingizni parametrlaringizdan o'lchab olasiz. Endi men g'irt tashqariga chiqishlarga qarayapman. Nisbatga olib qarasak, 10 ta boladan 8 tasi disiplinasini sizlarda qilib deya olmayman. Men juda ko'pchilik bilan gaplashganim potensial kursi man xulosa demoqchiman. Masalan, bizlarni baribir 25 gacha bo'lganlar, ota-onalar balki ko'rayotgandir. Biz betsenzura boricha gaplashyapmiz. Bizga yutqazadigan yoki bu narsadan yeb qo'yadigan narsamiz yo'q, chunki biz bunaqa narsalardan, to есть institutga odam ham olib kelmaymiz. Shuning uchun bu shaffof fikrlar. Nima demoqchiman? O'zbekistonda mana o'tgan podkastda ham gaplashdik-ku, bizda moliyaviy savodxonlik o'rgatilmaydi, to'g'rimi? Disiplina, ya'ni o'zini o'zi kontrol qilish qobiliyati ham. Yo'q, qarang, noto'g'ri narsa-da. Mana disiplina, hech kim disiplinirованный tug'ilib qolmagan. Tarbiyalanadi-yu, baribir. Tarbiyalanadi. Ya'ni nima, misol uchun qanaqa? Mana ertalab turyapti-da, soat 12 da turyapti. 12 da tursa, na ishlayapti, na o'qib olyapti. O'ylaydi. Voy, men pulim topa olmayapman, o'qib olmayapman. Nima qilishim kerak? Bo'pti. 7 da turishim kerak. 7 da turib nima qilishim kerak? Aktivniy bo'lish uchun. Ozgina sport qilishim kerak. To есть disiplina o'sha sekin-sekin tarbiyalanadigan narsa, usloviyaga qarab adaptatsiya bo'ladigan narsa. Xo'p, endi o'zi shu disiplinaga yetib keladi. Rahmat sizga. Ko'p muammosi bo'lishi kerak hayotda. Aka, men sizlarni shaxsiyatinglarni taniyman-da, bunaqa fikringlarni asoslarini ham men bilaman. Shuning uchun soglasitsiya qila olmayman. To есть sizlardaqa muhitda tug'ilish yoki sizlardaqa motivatsion golod не у всех. То есть ko'rayotgan ba'zi bir odamlarda masalan chet elda o'qish degan narsa turadi ko'pincha. Chetda tam talaba vibe bo'ladi-yu. To есть chetda o'qiyman, baribir media ta'sir qilib qo'ygan ko'pchilikda. To есть
o'g'il bola bo'lsa testosteroni yongan paytiga tushadi bu odatda 25 gacha deyapsiz. Aytdingiz-ku o'zi 4 soat uxlasa ham qani, chunki tana ko'taradi bu narsani. Men nima demoqchiman? O'zbekistonda disiplina masalasi bolalarda sizlar o'ylayotganchalik emas. Men jiyonlarim bilan ham gaplashib turaman. To есть ularda illyuziyaga qilingan. Sizlarni nima demoqchiligiga men tushunib turibman. Tarjimasi noto'g'ri bo'lib qolmasin odamlarga demoqchiman. Shu. Mana bunaqa narsada boshida xo'p to'g'ri aytasiz. Bu degani bizni tavsiya qilyapmiz. Biz o'zimiz ham bu podkastda nima o'zi maqsad? Biz o'zimiz ham dunyo qarashimizni bo'lishamiz, tajribalarimizni. Biz ham tajribaga dunyo qarashimiz, hola qabul qilmaydi. Bu bizani dunyo qarashimiz, o'sha tajribamizdan, ko'rgan, o'rgangan narsamizdan kelib chiqyapti, to'g'rimi? Qayerdandir olmayapmiz. O'shaning uchun men masalan kimgadir tavsiya berishim mumkin. Bu tavsiyani oladimi, olmaydimi? Masalan, rostdan keysda bu bor narsa menga yozishadi Instagramda o'sha ota-onalar yozadi. Mani o'g'lim 16 ga kirdi, 17 ga kirdi, o'ylayapmiz. Nima qilsam bo'ladi? Men o'g'limga investitsiya qilishga tayyorman. Nima qilay deydi. Ko'pchilik ota-onada bizda O'zbekistonda nima narsa общий bir xil. Hamma farzandni qachondir uylantiradi, turmushga beradi, to'g'rimi? O'shanga qanaqadir olib qo'ygan joyi bo'ladi, chetga qo'yib qo'yishadi, pul yig'ishadi, to'g'rimi? Men tavsiya qila olaman. Kim qiladi, qilmaydi. Ana o'sha narsani baribir pul bor-da, o'sha uylantirishga qachondir. Ana o'sha pulni o'qishiga investitsiya qilsa-chi? Tushunyapsizmi? To'ychi. To'y kim qiladi? O'zi qiladi. Men kortejda yurmoqchiman, kista mashina bilan. Aka, o'g'irtolarim oldida kayf qilib nima deyapsiz? Agar u bola, agar siz shunaqa o'ylayotgansiz, sizga значит бесполезно investitsiya qilish. Sal pasaytiravering. Lekin O'zbekistonda vibe shunaqada, что hammani orzu havasi bor bolalarning, chunki bitta Rolls-Royce o'rtoq o'ylab qilgan bo'lsa, uni ham qilgisi keladi-da. Misol uchun siz qilmaganmisiz? qilganmi? Sizchi? Rolls-Royce qilmaganmi? Rolls-Royce qilmaganman. Men kortej bo'lgan. Bitta mashina qilganman. narsa O'zbekistonda misol uchun. Kortej qilmagan, bitta mashina bo'lgan. Ya, o'zi bu ham o'zi katta mavzu. O'zi bu intellektual qoloqlik belgisida o'zi. Lekin men ham qilganman-da. Lekin men to'g'risini aytsam, Zamon talabi. Yo'q, zamon talabi bo'lmagan. Men ochuvchasiga aytaman. Menga prikol o'shashgan, nima 10 ta mashina qilyapsan deyishgan, shu urushib, janjal qilib, yo'q, ota-onam aytmagan bu narsani. Ya'ni kuyov jo'ralar bo'ladi-ku, talpalar ichida. То есть shu zo'rg'a tushirganim 3 tagacha bo'lganda. Masalan, qoloqlik men unaqa deb o'ylamayman. Nimaga? Nimasi buni? Oka, mana to'g'ri hozir kimdir ko'rib turib, o'zing qilibsan-da, nima aql bermoqchisan demoqchidir, lekin men agar shu dunyo qarashim hozir bo'lganda edi, men qilmasdim, realni. U naborot o'zimni mashinam. Men ham o'zimni mashinamni chiqardim. Qarang, endi bizda uylanadiganlar 25 yoshgacha misol uchun-da, hozir normal holatda. Atrofidagi bolalar, o'rtoqlari shunaqa qilyapti. U unaqa qilmasa, misol uchun izolirованный bo'lib qoladi-da. Yo, noto'g'rimi? To'g'ri gapingiz. Men ham bilmayman bunga qanaqa javob berish mumkin. No, o'sha pulni Bekzodning gapiga qo'shilgan holatda yashirin narsaga tiksanglar, undan qichqirroq to'ppa-to'g'ri, lekin bu siz aytgan gapga qo'shilmayman-da. Niskiy intellekt prizniki emas-da bu. Misol uchun kambag'al jamiyat belgisi bu. Men fikrimni o'zgartira olmayman. Yo'q, bu kambag'al jamiyatni do'st. Intellekt emas-ku bu. Kambag'al jamiyatni belgisi. Noto'g'ri aytib qo'yaman unda. Kambag'al ko'pchilik xafa bo'lib qoladi bu. Yo'q, bu kambag'al jamiyatlarda ko'pincha mol-mulk bilan maqtanish, ya'ni statusni o'zini ko'rsatishga harakat qilish kuchliroq bo'ladi. То есть qanaqa deydi, kompleks bo'ladi-da, sen shu kompleksni mana shu narsalar orqali o'zini boridan kattaroq ko'rsatish. Da, как типа avtoritar qilib ko'rsatish uchun ham o'sha moddiy mulklar bilan signal berishni xohlaydi. То есть men zo'rroqman, men sharoitim yaxshiroq, то есть 2000 ta odamga, 3000 ta odamga cho'tta to'yga endi bu 3-vyupusк bo'lgani uchun hamma joydan yo'qdaman kelgancha men gap hayotda ham shu-yu, gaplashib uchun ta'limga qaytaylik. Ta'lim kelaylik. Savolim, konkurensiya bormi? Misol uchun bo'pti, O'zbekistondan kelmoqchi bitta bola maktabni bitirdi. Uning uchun konkurensiya bo'ladimi? Nemislar ham kirgisi keladi-yu o'zi institutga. Zo'r joyi bor. O'zbek kelgandan keyin inostranslarni, chet elliklarni kvotasida keladi. Bu degani faqat o'shalar bilan bir-biriga konkurent bo'ladi. Zo'r informatsiya mana hozir. Yana bitta zo'r informatsiyaga zo'r informatsiya. Tushuntirib ketaylik. Tushuntiring. Ya'ni bu yerda Germaniyada institutlarda nemislar uchun kvotasi bor. Misol uchun 200 ta odam bir yilda kira oladi va chet elliklar uchun 50 ta odam deylik-da. Shu 50 ta odamga qo'shilib olsanglar, kirib ketasizlar. Yana bitta talabi bor. Agar sizlar, men buni doim aytib kelaman,
kelajaginglarni Germaniya bilan bog'lamoqchi bo'lsanglar, nemis tilida o'qinglar va bakalavr va magistraturada odatda til talabi C1 bo'ladi. Magistraturada aniq C1 bo'ladi. C1 daraja va institutni va Bundeslandga qarab turib test sertifikat turi ham farqlanadi. Masalan, ba'zi bir universitetlar test daf so'raydi, ba'zi birlarda Goethe bilan yoki boshqa til sertifikatlari bilan kirib ketish mumkin. Lekin kelajaginglarni Germaniyada ko'rmayotgan bo'lsanglar yoki Germaniyadagi ta'lim sizlarga kerak bo'lsa, ingliz tilida любой sohada o'qisanglar ham bo'ladi. Faqat o'sha to'lovi birozgina balandroq bo'lishi mumkin va konkurensiya ham baland bo'lishi mumkin, chunki juda ham ko'pchilik ingliz tili bilan kelishga harakat qiladi. Shu joyi ham bor. Ingliz tili o'qiyotganlarni men shunaqa deb o'ylayman. To есть Germaniyadan vaqtincha undan foydalanib olib turib, qayerqadir ketish yoki yana O'zbekistonga bu bilimni olib ketish. Integratsiya qilib dalishi qolib karyeramni quraman desa, по-любому nemis tili. Nemislarni mana institutga kirishi bular uchun redka. To'g'rimi? Shuni ham aytib ketishimiz kerak. Ya'ni maktabni o'zida bu yerda nemislarni bo'lib qo'yadi. Sen institutga kira o'qa olasan, sen kira olmaysan. Sen misol uchun 3 yillik kollejga kira olasan, sen uni qila olasan. 4-sinfni o'zida bo'lib qo'yishar ekan-a? Shunaqa narsa bor ekan Germaniyada. Ya'ni o'qishiga qarab, baholariga qarab gimnaziyani bitirish qoyil kerak. bo'ldilar. Gimnaziyaga kirgan bo'lish kerak 4-sinfdan keyin. Gimnaziyadan bitirganlar keyin o'sha institut universitetga kira oladi. O'sha o'qituvchi, yuridik soha bo'yicha ishlaydiganlar, masalan, advokatlar, sudya bo'lmoqchi bo'lsa, doktor bo'lmoqchi bo'lsa, siz aytganingizdek gimnaziya bilan tugatib turib institutga kirish kerak va shu uchun ham menimcha ko'plar biladi ham, sizlar точно bilasizlar, nemislarning juda ham ko'pchiligi qo'shni davlatlarda o'qib keyin qaytib kelishadi. O'sha to'g'ri, nimaga chetda o'qishadi nemislarning o'zi? Chunki meditsinskiga kirish uchun, tibbiyot o'quv yurtiga kirish uchun yoki oldin adashardim, yuridik deb o'ylardim, yuristlar bunaqa baland emas. Politsiya Ausbildung-u? Studiumi ham bor, lekin unaqa balon emas. Balon deb eshitdim. Yo'q, balon emas. Eng baloni meditsinskiy bo'ladi. baloni. 1-2 mi, 1-3, 1-4 bilan ham kirsa bo'ladi. Keyin psixologlar meditsinadan baland. Soqqa. Yo'q, soqqa emas, o'ta men. To'g'ri. Psixologlar unaqa katta soqqa emas, lekin psixologlar juda ham talabi yuqori. Mani jiyanim kira olmadi-da, bu yerda Gollandiyada o'qidi. Unda 1.8 edi. U 1 yil nima deydi? FSYot qildi, nechadir ball berar ekan-ku, o'shanda ham yetmadi. Keyin Gollandiyaga ketdi. Gollandiyada o'qib turib, endi qaytib keldi. Meditsina ham xuddi shunaqa qilishadi. Ko'pchilik nemislar Ruminiyada, Bolgariyada, Точно. Yevropa Soyuzda Vengriyada o'qishadi. Endi sizlarning fikringlar qanaqa? Misol uchun mana doktor bo'lish uchun Germaniyada nemis uchun juda katta narsa-da bu. Misol uchun 1 yil, 2 yil yaxshi baho olish kerak emas. Butun boshidan boshlab, o'sha 1-sinfdan boshlab a'lochi bo'lish kerak. Ya'ni bitta ikkita yomon baho qo'shilib qolsa yoki xulqi yomon bo'lsa, tamom bo'ldi, doktor bo'la olmaysan. 4-sinfda sen ham naqasan. Bu non-to'g'ri narsami yo non-to'g'ri narsami? Bo'lib qo'yish. Ya'ni 4-sinfda bola nimani tushunadi? Men noto'g'ri deb hisoblayman. Men ham noto'g'ri deb hisoblayman. Shu joyda bitta mabodo tushunmay o'tirishgan bo'lishsa, tushuntirib ketaylik. Maktab sistemasi 12 yillik, 4 yil grundschule deydi, ya'ni boshlang'ich ta'lim bo'ladi. O'sha boshlang'ich ta'limdan keyin maktab tavsiyanoma beradi bolaga. Gimnaziumga ketsa, demak, o'shani takoy sohalarga kirib ketishi mumkin. Keyin real shule deydi yoki Hauptschule bor. Ya'ni bu kasb hunar, kasbga mo'ljallantirilgan bo'ladi. Ba'zi bir sohalar siqiladi. Gimnaziumga esa universitetni davom ettirish uchun o'ta ko'proq akademik narsalar ko'proq o'rgatiladi va shu bilan endi bu qanaqadir kastaga ham o'xshaydi. Kastaga bo'lib yuboradi 4-sinfdan. Kastaga bo'lib yuboradi. Kichkina bolalar, hali o'ynab yurgan bolalar, o'shalarni o'zi kastaga bo'lib yuboradi-da. Menimcha ham noto'g'ri bu narsa. Chunki ko'p misol uchun odamlarda sezganman, bitta yoshdan boshlab o'sha qanaqadir sposobnostlari ochilishi boshlaydi. Ya'ni o'sha bilsa bo'ladi qaysi soha tarafga ketishi mumkin. Bularda 4-sinfda o'sha bo'lib qo'yadi. Endi men buni unga o'xshataman. Germaniya juda ham standartlarni nima deydi, hamma narsani korobka nima deydi, bitta qonunga tushirgisi keladi-yu, qolipga. Inson faktori ba'zan chetlab o'tiladi, lekin bir tomondan bu sistema necha yillar ishlab kelyapti bir tomondan, ikkinchi tomondan motivatsiya o'sha yangi avlodni o'qiyapmiz-yu, gazetalarda, podkastlarda, radiolarda eshitaman, sizlar ham eshitasizlar menimcha, ularni bu sohaga bo'lgan motivatsiyasi o'sha boshidan o'lik. То
то есть xohlamaydi deydi man butun umr man shunaqa qilib turib yana doktor bo'lib yana stress olaman shuning uchun ham mana hozir chet elliklar bu sohani ko'proq egallashyapti o'zinglar yaxshi bilasizlar ular ko'proq o'sha frilanser sohalarga ketishyapti то есть dizayn jurnalistika blogging IT ya'ni o'zini qiynashdan tortyapti и kadr ITga ham hech kim ketmayapti hamma ITshni Hindiston bosib ketgan lekin bu ham sportni mavzu man nima demoqchiman gapim tegi bu sistema paradoks ham ishlaydimi deb o'ylab qolaman ba'zan то есть mana do'konga kirsanglar ham pomidorlar bir tekisda keladi yevro standart bor то есть qayerdandir kirib kelgan taqdirda ham standartlashtirib tashlashgan buni ham man shu odamlarga qilishga man bilmayman bu naskолько endi buni yana bir 30 yildan keyin ko'ra olamiz bu qanaqa yana effekt beryapti bularda mana bunaqa narsa borda man sezganim bo'yicha bitta narsani noto'g'riligini sezishgandan keyin uni sezib o'sha o'zgartirish uchun juda katta vaqt kerakda bular bu narsani tushunib yetishdi что sistema образованияni o'zgartirish kerak chunki doktorlar kam doktorlar ko'proq kerak chet eldan olib kelsa sifat tushib ketyapti til bilimi integratsiya va hokazo bu narsani tushunib yetishdi lekin o'zgartirib qonunchilikka kiritib uni подтверждать qilishi ana yillar davomida bu вообще o'sha narsada bu men ham boshida o'ylaganman kelgan nimaga odam ko'p edi umuman men o'ylaganman agar shifokor ko'p xohlayotgan bo'lsang o'sha NC deyiladimi o'sha 1-4 deb gapirgan narsamiz o'shani sal pastga tushirib qo'y chunki rostdan ko'p nemislar o'zi chet elga borib o'qib yurishibdida qaytib kelishyapti agar pasaytirib qo'ysa bu yerda o'qiydi deb o'ylagandim keyin yaxshiroq o'qib ko'rsam qiziqib ko'rsam har bitta joy meditsinskiga kiradigan определенный yiliga joy beriladi butun Germaniya bo'yicha uni ko'paytirish нереально chunki har bitta ko'paytirish degani o'sha joy finansировать qilish kerak o'quvchilar страховкаlar o'qituvchilar joy hamma narsa вообще katta narsa bo'lib ketadi endi sotsial davlatda bizdagi nima deydi super kontrakt degan narsani qilib qo'ya olmaydi xohlagancha endi boshqa tarafdan paradoksini Germaniyani lekin Weiterbildung boshlayotganda unga konkretniy kontrol yo'q har bitta klinika xohlasa agar Betriebsrat, Frauenbeauftragte, tam Geschäftsführung, Chefarzt hammasi bitta klinikachi etsa menga 20 ta assistent arzt kerak desa qilib berishadi endi bu kichkina davlatda endi qarang men bitta statistika o'qigandim Germaniyada qaror kichkina 80 million aholi yo'q men aytmoqchiman klinikani qabul qilishi klinika kichkina respublikachada o'zi qaror aytmoqchiman universitet qabul qila olmaydi-da unaqa lekin уже u ta'limga bu ham ta'lim aytmoqchiman noto'g'riligini masalan meni sohamda yomon katta xato qilishganda Germaniyada o'sha narsa bo'yicha neyroxirurgiya bo'yicha neyroxirurgiyani keragidan ortiq neyroxirurg chiqazib qo'yishgan o'zi katta faqat klinikada ishlay olasizlar sizlar yo'q biz verbruzolni qila olamiz tam umurtqa pog'onasi bosh miya lekin statistika bo'yicha Germaniyada keragidan ortiq neyroxirurg chiqazilgan chunki hech kim kontrol qilmagan o'sha narsa kontrol yo'q imенно o'sha mutaxassislik bo'yicha kontrol yo'q shifokorlarning soni bo'yicha kontrol bor lekin imенно qaysi mutaxassisga ketadi degan kontrol yo'q Amerikadan farqi masalan Amerikada mutaxassislik ham kontrol qilinadi nechta mutaxassis qabul qilinadi yiliga tushunyapsizmi har bitta больницада o'sha narsani ham kontrol qilish kerak agar umuman shifokorlarning sonini kontrol qilinsa tushunyapsizmi o'shanaqa bitta paradoks joylari bor Germaniyada bitta narsani kontrol qiladi ikkinchisini kontrol qilmaydi lekin sistema образования bu yerda ham menimcha sekin sekin o'zgartirilishi kerak va to'g'rilanishi kerak lekin bir tomondan sistema образованияni shunaqaligi uchun ham biz shu yerda ishlayapmiz-da ya'ni bularda vrachlar kerak bo'lgani uchun ham biz shu yerdamiz qonunlar haqida mana bitta zo'r informatsiya bor edi ma'lumotlarga qaraganda bu o'rta statistika Germaniyada bitta o'sha katta qonunlarni o'zgartirish uchun vaqt 8 yilgacha ketar ekan 5 yildan 8 yilgacha parlamentga chiqadi u yerda обсуждение bo'ladi tan oladi yo'q deydi ha deydi bu deydi shuni o'zi 8 yil biz bilamiz-ku ta'limdagi islohotlar odatda kamida 10-15 yil vaqt kerak chunki bitta pokoleniya chiqib turib kirib to ishda o'sha masalan doktorlikni oladigan bo'lsa yoki o'qituvchilikni oladigan bo'lsa yoki umuman istalgan sohani oladigan bo'lsa karyerni put joyiga tushguncha institutdan keyin yana kamida 5 yil o'tish kerak-da ya'ni kamida ikkita generatsiya chiqib olish kerak bu narsa uchun 10-15 yil endi o'zi qonunni qabul qilish 8 yilgacha vaqt yo'qotadigan bo'lsa va uni yana bu juda ham qiyin narsa endi bu Germaniyaning o'zi kuchli taraflaridan biri ham deb o'ylayman shu qonunni просто tak qilib o'zgartira olmaydi o'zidan o'zi uni orqaga qaytarish endi vashi qiyin narsa mana o'sha 3 yillik turbo grajdanstvani o'zgartirish uchun ham necha yil vag'ir qilishdi o'zi tez qabul qilib qo'yishdida o'zgartirishga ham menimcha shu ofitsialniy atmen bo'lmadi hali ham shu
Yo'q, Bilmayman. bilmadim. Ofitsiallik Men eshitganim yopilib ketdi yana. to'xtatildi deyildi, lekin admin bo'lgan degan joyini men пока что o'qimadim. Mamutga ham chiqarib qo'yamiz, rost informatsiyani Mamut tarafdan o'qib olsanglar bo'ladi, ko'proq turadi. Xo'p, ta'lim masalasini gaplashamiz-ku. Masalan, o'zi nima deb o'ylaysizlar? Sizlar ham juda ham ko'p o'rtog'inglar bor, boshqa davlatlardan kelgan yoki boshqa davlatga migratsiya qilib ketgan yoki o'sha yerda yashayotgan. Germaniyaning diplomini olib turib ketganlar ham bormi orasida? Germaniya diplomini olib qayerga ketganlar? Masalan, boshqa любой davlatga ko'chib ketganlar bormi bironta? Bilmadim, lekin mana O'zbekistonga bu yerdan doktor bo'lib ishlab turib O'zbekistonga qaytish bo'yicha aytib beraymi, meni muammom bo'layotgan muammom. Kerak emasmi? Yo'q, ayting, naborot. Mana hozir men O'zbekistonga borib ishlamoqchiman-da. O'zbekistonga borib ishlamoqchi bo'lgan paytimda borib klinikadan so'radim, nimalar kerak O'zbekistonga borib ishlashga. Ular aytishdi, siz ishlay olmaysiz, sizga kategoriya kerak deyishdi-da. Ya'ni kategoriya qilish kerak deyishdi. Qanaqa qilib mana misol uchun chet eldan kelib ishlayapti doktorlar O'zbekistonda konsultatsiya qilyapti desam, yo'q, chet elliklar mumkin ishlashi, ya'ni misol uchun hindistonlik doktor kelib O'zbekistonda ishlagan bo'lsa, hech narsa kerak emas ekan unga. Ya'ni u borib ishlasa bo'lar ekan, to'g'ri operatsiya ham qilsa bo'lar ekan. Mana men O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, Germaniyada 10 yil ishladim, o'qib oldim. Hamma narsam meniki почти nemetskiy diplomlarim. O'zbekistonga borib ishlayman desam, Bu mumkin emas. Mumkin emas, kategoriya olishim kerak ekan. Kategoriya olish uchun 2 oy o'qishim kerak ekan. Qanaqa qilib men bu yerda turib O'zbekistonda 2 oy o'qiyman? Mayli, imtihonni ham topshiring, lekin qanaqa qilib? Mana bizning qonunchilikda mana probelda, menimcha tushunishim bo'yicha yana utashnis qilish kerak. Menga shunaqa informatsiya berishdi. Ya'ni men O'zbekistonga qaytib borib hozir ishlash savolim katta bo'lib turibdi-da. Lekin bu narsani men Turkiya tajribasi bilan Indoneziyaning tajribasini juda ham yoqtiraman. Menimcha endi eshitgansizlar. Lekin bilmaganlar yengil bo'lib ketadi. O'sha Soykarni Hatta degan prezidenti bo'lgan Indoneziyani va juda ham katta investitsiya kiritilgan chet elda talabalarni o'qitish uchun 30-40 ming talabani butun dunyoda o'qitishganda ular. Va ularni endi bilasizlar-ku, inson faktori yarmi qaytadi, yarmi qolib ketadi. Lekin o'sha qolib ketganlarni o'zi ham bir oyog'i baribir davlatga tekkan ekanda. Men o'sha Indoneziyada yashaganimda aytib berishuvdi. Ya'ni ular shunaqa qilib qo'yganki, grajdansani olgan taqdirida ham tug'ilish joyi Indoneziyada turgan bo'lsa, deyarli saylov huquqidan tashqari deyarli hamma narsa saqlab qolingan. То есть u bir oyog'i bilan baribir Indoneziyaning odami bo'lib qolaveradi-da. Masalan, balki bu kerak joygacha yetib borar bu video. Yaxshi, то есть mana bunaqa kuchli kadrlarni O'zbekistonga yana foyda keltirish uchun men o'ylayman, mana bunaqa narsalar sal yengillashtirilsa, ochib qo'yilsa, qaytib kelishga, qaytib kelishga ham, masalan, mayli, qaytib kelish ham deymiz yoki bir oyog'ini O'zbekistonga yana qaytib qo'yib olish. Masalan, 6 oy o'tdi, 6 oy o'tdi yoki 2 oy o'tdi, operatsiyalarni o'tkazib yoki masalan umuman istalgan soha bo'yicha qancha yo'l ochilsa, qancha universallashsa, menimcha ikki tomonga ham katta foyda bo'ladi. O'zi men buni eshitib hayron bo'ldim, chunki yangi O'zbekistonda qilinayotgan islohotlardan bittasi shu edi. Masalan, ID kartani chiqarilganligi. Vatandosh etmayapsizmi? Vatandoshmi, bilmadim. Ishqilib vatandosh kartochkasimi? Adashmasam shunaqa. Mana shu so'ylar. Chunki agar O'zbekiston fuqaroligi yo'q bo'lgan o'sha 20-30 yil oldin ketgan odam bo'lsa, O'zbekiston qaytib kelaman desa, pasport berishmoqchi edi. Vatandosh deganmi, ID karta berishmoqchi edi. U ham xuddi saylov huquqidan tashqari hamma narsani qilsa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi, biznes qilsa bo'ladi, yozsa bo'ladi, hamma narsa qilsa bo'ladi. Lekin hali kuchga kirmadi u. Lekin zo'r ideya mana. Yo'q, masalan, shunaqa bo'lsa-da, chunki o'zbek xalqi baribir nima bo'lsa ham, qayerda yashab yurgan bo'lsa ham baribir qaytish xohlaydi. O'zbekistonga nimadir qilish xohlaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun podkastimizda nima qilyapmiz? Yo'q, realnida, masalan, uyingizga borish kerak, masalan, Bekzod hozir uyga ketish kerak, lekin o'tirib mana soatingizni ketkazyapsiz bizga, to'g'rimi? Masalan, Bekzod srochniy ketish kerak o'z uyiga, lekin bu minnat uchun aytmayapmiz. Biz o'sha ona tilimizda gaplashib turib, sizlarga yaxshi informatsiyalarni yetib borishni harakatini qilyapmiz. То есть в душе baribir o'zbek bo'lib qolaveramiz. Sababi bizani mazza qilib gaplashadigan tilimiz, masalan, men bilaman Bekzod audio kitoblarni faqat ingliz tilida eshitadi. Sizlar menimcha bitta o'rtoq tilingiz bor-da, ikkinchi til bo'lgani. Masalan, men ko'proq ruscha eshitish kerak, ruscha yoqadi menga. Shu rus tilidagi podkastlarni ko'proq o'sha tilda eshitaman. Kechqurun balki ayolim bilan shu nemischa siyosiy debatlarni ko'rmasak, o'sha yana ana tilni yaxshilash uchun odatda menga rus tili ko'proq o'rtoqda qulog'imga. Aytmoqchimanki, bu narsani qilishimizdan maqsad baribir bizning o'zbek tili birlashtirib turadi. Masalan, siz ertaga borsangiz yoki men yoki kimdir O'zbekistonga borib turib
konsultatsiya deylik, nimadir qiladigan bo'lsak, baribir bizga o'zimizning tilimizda aytish bu osonroqda, chunki uni yarimta gapida ilib olamiz. Ko'proq foyda keltiramiz deb o'ylayman. Kirik dushiy bo'ladida, misol uchun O'zbekistonga borib, mayli endi hammamiz ochiq aytamiz, baribir pul ishlashda oxir-oqibat. Mayli borib o'sha yerda operatsiya qilib, lekin qanchadir qismi o'zi hissamizni qo'shaylik o'zimizni davlatimizga. Lekin boraman desangiz, oddiy narsa, bu shifokor pul ishlash kerak emas degan narsa emas u. Bu O'zbekistonning o'ziga ham, o'sha yerdagi bemorlarga ham arzonda. Endi hintlardan ko'ra o'zbeklar menimcha yaxshiroq bizga kerak. Olib kelgandan ko'ra. Ular ham kelaversin, lekin birinchi очередda, birinchi anaqada nima deydi, уровеньda o'zimizlarnikiga yordamni qilib qo'yib, o'sha narsani oson qilib qo'ysa, menimcha nur ustiga nur bo'ladi. Menimcha umid qilamizki, kerakli odamlar ko'rsa, fikringlarni olib, menimcha o'zgartirish. Masalan, noto'g'ri informatsiyadir. Balkim noto'g'ridir, rostdan agar bu sizlarda boshqacha qonun informatsiya qoidalar bo'lsa, boshqacha yozib bo'lishi mumkin. qoldiringlar. Xursand bo'laman. Masalan, bizni Germaniyadan Podpisatsiya ham qo'yinglar. Ha, ana konsultatsiyaga ham kelinglar. janozaga kelgan hamma dardini aytib yig'laydi deydi-yu. Meni niyatim ko'proq odam ko'rishi, bu men bratga iltimosga kestiringlar. Nimadir appendisit olasizmi, okasyapti. Varikoz. Bratga ishinglar tushmasin, bu bratga reklama kerak emas. Bratga xo'p, O'zlari BMW reklama qildi. sizga BMW pul to'layaptimi? niyat shu. Voy, yomon qildingiz, lekin Bekzod aka passivniy reklamani tiqib ketdingiz o'sha joyda. Biz o'zimizdan tiqyapmiz. Sizni Tom and Jerry reklama qildi. Tom and Jerry bolaligimni eslatadi-da. Importni. Bizda bittagina kaseta bor edi yoshlikda. Multik faqat o'sha Tom and Jerry edi. Men bir 320 ming marta ko'rgandirman o kasetani. Bilasizmi, kamida 4-5 soat bo'lardi u. To'xtamasdan ketadi-yu, to'xtamasdan kaseta video VHS bo'lardi. Demak, uni o'sha buriydigan televizorlarda qiynalib, yoniga o'tirib olib 1 soatlab ko'rib o'tirardi, zerikmasdi. Qiziq bo'ladi-da. Alternativa ham bo'lmagan-da. Tan olaylik. Alternativa bo'lmagan. Nima alternativa? Nupakati bo'lgan. Alternativa balet bo'lgan, balet ko'rsatardi postoyanно televizorda, kanallarida. ORT kanallari, balet. Biz bunaqa boy bo'lmaganmiz, ORTni olib berish uchun parabalga qo'yilardi. Hammada bo'lardi-yu. Parabalga qo'yilardi, okay. Rossiyskiy kanallar hamma joyda bo'lardi. Parabalga qo'yilardi. Parabalga qo'yilarmidi? ORTga parabol bo'lardi. 85 dan 95 gacha. Uylarda kabel bo'lardi. Yoshlar telekanali esida, yoshlar. Hali ham bo'lardi. Hali ham yoshlar. O'zgardimi nomi? Yo'q, o'zgarmadi. Qaytib keldi. Bir chalg'ib oldik, miyanglarni anaqa qilib. Xo'p, o'zi, demak, maslahat beramiz. Germaniyada o'qinglar. Qayerda bo'lsa ham o'qinglar. Bu eng zo'r maslahat. Sababi o'qigan odam bir foyda keltiraman deydi, bir yaxshi narsa qilay deydi deb o'ylayman. Germaniyada o'qiysizlarmi, Slovakiyadami, xohlagan davlatda o'qing, lekin o'qinglar. Menga esa Amerikada o'qiysizlarmi deydi Hojiboy. Dunyo qarashi o'zgaradi. Boshqa odam bo'ladi-da, baribir. Обязательно nima deydi, ayniydi degan tushuncha bor-ku, chet elga ketsa buzilib ketadi, noto'g'ri-da. Separatsiya bo'ladi-da haqiqatda. Xo'p, yo'q, nima degan separatsiya bo'ladi? Separatsiya bo'ladi degan sразу buzilib ketadi, yomon bo'ladi degani emas. Unaqa demayman, ota-onalarning qo'rquvi shu. Ota-onaning qo'rquvi shu. Qolib ketadi. Masalan, menda ham bo'lgan. Buni o'zi boshqa biz o'zi qanaqa kelganimizdan biron kun aytib beramiz. Agar nechta layk yig'sin? Nechta yig'iladi o'zi standart? Bilmayman. Bundan birinchi podkastimizda 560 ta layk edi. 1000 ta? Yo'q. 1000 bo'ladi. 1000 ta bo'lsin, bizni qanaqa kelganimiz va qanaqa sabablarga asosan kelganimizni aytib beramiz. Lekin qisqacha qilib aytib ketmoqchiman. Masalan, meni ham qo'yishmagan vaqtida. Uylangin, ketgin deyishgan. Rost mana eng katta. Chunki o'zbekchilikda baribir uylangin, keyin ketgin. Lekin buni bitini chiqarib gaplashishimiz mumkin. Uning uchun like, comment, podpiska. Bizning kanalimizning yarim 50% odami podpiska bosmasdan ko'rar ekan, podpiska bosib qo'yadi. Podpiska tekin-a, lekin menimcha eshitganman, tekin-a YouTube'da. Oka aytishlari bo'yicha podpiska bosib 5 eurodan o'zining cho'ntagini tortar ekan. Endi tushunarli. Yaxshi ma'lumotni eshitsa odamlar like bosmasmish. Yomon ma'lumot, yolg'on bo'lsa ko'p like bo'lar ekan. O'zi yomon anaqa narsalar ham tez viral ketadi, tarqab ketadi. Rekka chiqadi deydi. Sizlar o'qiyapsiz, men siz o'qiyman. Mana shunday binolarda yashaysiz. Brat, ober artist va mayli bo'pti. Xullas, pul taraflama ayta olamizmi biron nima? Masalan, taxminan qanchaga chiqsa bitta student 1 yil uchun, 1 yil kelaylik olamiz, chunki bu chuqur kira olmaymiz baribir. 1 yil uchun masalan semestr sbori institutga qarab masalan aytaylik 500 euro bo'lsa, 1000 gacha olamizmi? 1000 gacha deylik.
Xo'p, endi yashashi bor. Yashashi Boshqa blokshot bilan bo'ladi. ovqatlanishi. Blokshot bo'ladi baribir. Blokshoti hozir necha pul bo'lgan? Yerda 12 ming. 12.600 ming, 12.800 yevro qo'yiladi, lekin DAD stipendiyalarni yutib olishingiz mumkin. Unaqa stipendiyalarda o'zi 100% ko'taradi. Oila bilan ham kelsa bo'ladi. Zo'r taraf. Hozir Oilaviy studentlar. prosta hozir ko'p DADni stipendiyalari kesildi o'zi. Oldin juda ham ko'p bo'lardi. Hozir iqtisodiy ahvol o'zingizlar bilasizlar, Germaniya hozir hamma joydan ekonom qilishga harakat qilyapti. Bu ko'p dasturlar yopildi. Yopilmadi, qisqartirib yubordi. Oldin masalan analog 100 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 50 ta, 40 ta, yana bu sal menimcha yana qisqaradi. Yana bitta qiziq mana shu mavzuga tegishli narsa, qaysi sohalarda talab bor? Qaysi sohalarda? Qaysi O'zi sohalarga? sohaga. Siz To'g'ri, boshlang. meditsina sohasida talab bor. 100%. Injenerlarda bormi talab? Menimcha injener unaqa Kam. zo'r IT emas. da bormi? O'zi yaxshi ko'radi, nemisdan o'zi yaxshi ko'radi injener bo'lishni. ITda bormi? ITda bormi? Nimada talab ko'p? Ausbildungda talab tiqilib yotibdi, to'g'rimi? Sababi- Tiqilib yotibdi. achib yotibdi. Shu kelayotgan Ausbildung nima u? Kasb hunar, Kollejda kasb hunar kollej. elektronika bo'yicha. elektronika вообще achib yotibdi lekin. Mashina bo'yicha. Og'ir metallurgiya. Og'ir metallurgiya. Вообще joy ko'p. Ano energetika bo'yicha, ano nima edi ota? Qayta tiklanuvchi energiya. Wow. Lekin o'sha medbratlar, medsestralar, hamshiralik, u ham Hamshiralik, u ham tilayotgan ular. hamshiralik shifokordan ko'p anaqa. Ya'ni meditsina talab. sohasida stomatologiyadan tashqari hammasida bor. Ana sizlarga tilla informatsiya. Bu gapni Badkroysnaq shahrida operatsiya bo'lib ishlayotgan do'stimiz mana reklama chiqib keting, operatsiyaga. Bu joyga chiqib boradi. Siz menimcha insonsiz, siz oyog'ingiz bor, oyog'ingizda vena bor. Men siz operatsiya qilib beraman. O'zbekistonda. Klinikasida. Aka, siz biron nima biznes toping, sizni ham reklama qilaylik, shuncha odam ko'rib turibdi, like bosib qo'yadi. Nima? Ham kim chiqazmoqchiman? Ana, Bekzod ham biznes qilyapti. Kim chiqarmoqchi? Meditsinskiy nima bo'ladi? Uniforma? Uniforma chiqarmoqchi. O'zini ideyalari. Unisex demoqchimisiz? Yo'q, unisex bo'ladi по-любому. Rangiga qarab endi. Bizda rangga qarashadi-yu, hech qachon rozовый kiymaydimchi o'zbeklar, erkaklar. Va men hozir shapkamga tema topib berdim. Qizil-u, Namyoq kuchingiz lekin. Siz anavi gapni gapiryapsiz, bitta o'g'il bolalar qizilga tortadigan hamma rangni qizil deydi. Qizil uchun bu 270 xil qizil-ku. Alvoy bor, rozовый, och rozовый, dark rozовый. Endi rozовый bilan qizil farqiga borsangiz kerak. Balki shunaqa deb hisoblasak bo'ladi. Keyin xulosa bormi? Xulosa qo'ramizmi? Yo, bormi fikringiz? Xulosa Germaniyaga kelib o'qinglar. o'qish kerak, kelsa bo'ladi, lekin kelishdan oldin o'sha востребованный sohalarni bilib To'ppa-to'g'ri. kelish kerak. Yana bir marta qaytaramiz. Til. To'ppa-to'g'ri. Qanchalik yaxshi bilsa til, shunchalik oldingi temada ham gaplashdik, integratsiya ham, o'qish ham shunchalik oson bo'ladi. Til bilmasa qanaqa qilib o'qisa bo'ladi? Til bilmasa qanaqa o'qisa bo'ladi? Unisi bilmadim. Endi til bu endi men bilmadim. Bu xuddi ko'chaga chiqish kerak bo'lsa, kiyinsiz chiqqandek gapda. Nemetskiy saunada yurgandek bo'larkan. Nemetskiy saunada yurgandek bo'ladi. Ikkinchi anaqa gapiryapmiz, o'sha nemetskiy saunani tema qo'ramiz. Ketdi endi nemetskiy sauna. Men kirmaganman lekin aytib qo'ying. Yo, men o'zim kanalimda anaqa sauna haqida O'zimni kanalimda saunaga kiraman. Yozinglar. Zakriy Telegramda gruppada. Sizlar chiqib keting. Operatsiya kerak bo'lsa. Yo, men aytmoqchiman, sauna haqida. Men o'zim saunani fanatiman-da. Sauna yaxshi ko'raman. Bilyapti. Yo, aytmoqchimanki, saunani Telab ketdingiz. Sauna gapi kelganda telab ketdingiz. Yo, aytmoqchiman, sauna haqida men o'zim kanalimda ilmiy video qilmoqchi niyatim bor. Yig'ilib qo'ygan bitta 10 ta tema bor. O'shalardan bittasi o'sha sauna haqida. Sauna qanaqa effekti bor odamlarga. 1 minut ichida Bekzod necha marta sauna so'zini ishlatdi. Albatta, 30 sekund. 30 sekundda. Xulosa qo'ring aka. Xudo qilmas. Finlandiyada Hamma narsa bitta fotoqa qilmadi. adashmasam 100% yozib qo'yasizlar. Finlandiyada 5 million odam yashar ekan, lekin 5 milliondan ko'p sauna bor ekan. Yana sauna. Bular sauna biznes ochmoqchi. Xullas, qayerda bo'lsa ham o'qinglar,
o'qinglar, chunki o'qish faqatgina to'g'ri yo'lga olib boradi deb o'ylaymiz, faqatgina foydali. Yana bitta misolli gapiga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Germaniya bilan kelajaginglarni bog'lamoqchi bo'lsanglar, romantikaga berilmanglar ba'zi bir narsalarga, ya'ni kinolarda bo'ladi-yu, keladi, tam tipi qiyinchilikdan o'tadi, bo'lib ketadi. Yo'q, real narsalarni qarash kerak, sababi Germaniya aniq davlat. Mana maktablarni aytib ketdik, hamma narsa shu qolipga solib tashlangan. Shu uchun misol aytgandek, konkurensiya past va talab yuqori bo'lgan, ya'ni spros katta bo'lgan sohalarga kelsanglar, ko'tarilish imkoniyati ham katta. Lekin to'g'ri, hozir kimdir aytib qolish, men aytishnikman, imini Germaniyada bo'lishni xohlayman desanglar, unaqa sohada ham joylab yetarlicha, lekin umr degan narsa bor. Umr investitsiyasi bu yerda ko'proq ketadi. To есть o'zini dokazat qilish kerak-ku nemislarga. Unda baribir energiya resursi, vaqt resursi katta sarflanadi. Masalan, sizlarning ham sohanglarda geriatriya degan soha bor. O'sha 72 dan tepadagilar, to'g'rimi? Ya'ni o'tda bemorlarning yoshi 72 yoshdan bo'lgan bemorlarni davolovchi doktorlar. O'sha yerda vakansiya juda ham ko'pligini biz hammamiz bilamiz. Ya'ni o'tda o'sish imkoniyati tezda. Masalan, sizlarning sohanglarda oberars bo'lish uchun qanchadir yil ko'proq bo'lsa, menimcha sal qisqaroq yo'li. O'tda shefars bo'lish qisqaroqdir. Даже shefars bo'lgan klinikaning eng kattasi, glavvrach, короче. Qisqa qilib aytganda, qancha banalniy bo'lib eshitilmasa, hali ham zona komfortdan chiqish, ya'ni o'sha o'zini sredasidan bu yoqqa kelib, Germaniyaga kelib o'qish ancha foydali bo'ladi. Agar bu yerda qolmasa, sohasi to'g'ri kelsa, to'g'ri kelmasa, baribir o'zini hayoti uchun katta opit bo'ladi-da bu narsa. Juda ham katta opit bo'ladi. O'sha joyga qo'shaman, boya boshida aytdim-ku, bitta yigitga yaqin tanishim so'raganda o'qiting deganman. O'sha Germaniyada o'qishga hozir o'qib yuribdi. Ikkinchi men argumentim nima bo'lgan? Agar o'sha ko'pchilik bari farzand haqida o'ylaydi, men bugun bormay ertaga yo'qman deb o'ylaydi. Mendan keyin farzandim hayotga tayyormi, yo'qmi deb baribir переживание bo'ladi-yu. Men o'sha aytganim, oldinlari armiyaga yuborishgan-da. Aytaman, o'sha yuborsa 1 yildan keyin qaytib keladi, chet elda samostoятельно mustaqil yashagandan keyin, o'qib qaytib kelgandan keyin уже ko'rasiz hayotga tayyorgarligini. Hech narsa yo'qotmaydi, zato til o'rganib keladi, minimum. Bu meni 3-gapim bo'lgan, aytganman, o'xshamasa-chi degan. O'xshamasa nimani yutqazardim? Nima, vaqtmi, nima? Yosh bola 17-18 yoshlar bo'ladi. 1 yil vaqtni yutqazadim, nima? Kamida bo'lmaganda bitta qo'shimcha chet tilini biladi. Bor, bitta marojniy yeb kelsa bo'ldi deydi-yu Hojiboy. Lekin o'sha gapdagida ham ko'p narsa bor. Musofirda baribir opit juda ham kolossalniy opit juda ko'p keladi-da. Masalan, yangi odamlarni o'rganish, ularning xarakteriga moslashish, plastilin bo'la olish, adaptatsiya. Baribir masalan, bilasizlar-ku, jamiyat bular ko'proq baribir qonuniga bo'ysundirtiradi. Ya'ni masalan, sizlar ham Peterda o'qigansizlar-ku. Birinchi yillar baribir qiyin bo'lgan. Sababi nimaki? Boshqa kulturadan kelib turib adaptatsiya qilish, ular bilan kurashish, yig'lab o'rganlar nechta bo'lgan? Yig'lab o'rganlar. Endi bu faqat masalan yig'lash ham uruvining har xil masalan baribir odamni tarbiyalaydi. Sayohat, bu sayohatda o'zimda olib qarasa. Tez qoladimi, qolmaydimi bu ikkinchi masala. Lekin sayohatda juda ko'p odamni bilimiga, o'zi bizning dinimizda ham aytilgan-ku, o'sha sayohat qilinglar, ko'proq xalq bilan tanishinglar, o'rtoq bo'linglar. Bu narsa bor-da. Ya'ni sayohatda, safarda masalan o'tirgan joyingizdan ko'ra juda ko'p informatsion yengil narsalar. Eng yomon narsa bitta joyda o'tirib qolishda, bitta komfort zona, misol aytyapti. Bitta joyda bitta odamlar bilan ishlash har doim. O'sha o'rganib qolasiz-da, dunyo qarashingiz baribir xohlasangiz, xohlamasangiz o'sha 5 ta odam dunyo qarashi bir xil bo'lib qoladi, bir-biriga adaptatsiya qilib oladi. Shuning uchun bir-birimizga to'g'ri turinglar. Rivojlanishga faqat talash deysiz. Mushaklarni ham rivojlanish uchun nima qilish kerak? Ularni sindirish kerak. Kachatsiya qilish kerak. Kachatsiya nima qilasiz? Travma qilasiz mushakingizga, to'g'rimi? O'sha travmani vasdangiz qilayotganda, zo'r misol bo'ldi. Travmangiz, mushaklaringiz travma olgandan keyin yana vasdangiz qilayotganda o'sha kattaroq, kuchliroq bo'lib vasdangiz qiladi. Xuddi shunaqa rivojlanish uchun ham komfort zonadan chiqib, sayohat qilib, yangi narsalarni ko'rib, urilib, qoqilib, yangi narsalarni rivojlanishga o'ziga darchalar ochadi-da. Misolga reelsli gap bo'lsa bitta toshtonasini yubivayt. Men ayting reels. Reels gap mana brat aytadi. Toshtonasini yubivayt, nasili. Мне трудно найти. Причем сила, брат. Невозможно найти. Буф. Если плюют тебе в спину, ты значит впереди. O'zbekchasi bor. Yo'qmi? Men yo'qsa like bosib ketasizlar. Onam meni chiroyli tuqqan rohatini sen ko'ryapsan deydi.
ko'rmadinglarmi? Qolib ketibsizlar o'zbek TikTokidan. Sizni statuslaringizda oldingi Instagramdagi Одноклассники. Adnoda bo'lsa Anu, qiziqadi. yo, sizlarga aloqador. Do'stim kasal bo'lsa, Ibn Sinoni yo'qotaman. Sizlarga yengilyapti. Mendan so'ranglar, zo'rlari bor. Yana qichuvlardan yozib qoldiringlar pastda. Yo, rostdan shunaqa degan. Do'stim kasal bo'lsa, Ibn Sinoni yo'qotaman. Ibn Sino hayratda o'zi bor-ku. Yo, yo. Ko'p narsadan hayratda hozir. Bu alodi, nonsens такой. Boshqa galaktika. Ya akalar, lekin bizani ham vaqtida gaplarimiz shunaqa bo'lgan, приkolniy. Endi hozir bizga o'zi menimcha generatsiyalar urushi bo'lsa kerak. Bizga doimo pastdagisi kulgili tuyuladi, tepadagisi. Yo, qaryapmizmi? Bu menimcha normal har doim shunaqa bo'lgan. Bo'ldi, bir 15 minutdan xayrlashyapmiz. Kesasizmi bu kim? Muqaddima. Varikoz. Varikoz. konsultatsiyamga kelinglar. Til o'rganmoqchi bo'lsanglar mana bu yoqqa. Yo, meni kursim yo'q. Qaranglar, Blitz o'quv markazi bilan Monif bo'lmasa, bu podkast bo'lmaydi prosta. Tasavvur qildingizmi? Sauna kursini bilasiz. Chanaqalar avval Nima sauna ochishim kerak O'zbekistonda. Ana qarcha bilan. Bo'pti, tugatamiz. Hammaga rahmat. Like bosib eshitsa chiqadi, biz saunaga ketdik. Monif ilovasi orqali butun Yevropadan O'zbekistonga oson pul yuboring. Bosh sahifadan payment bo'limiga o'tamiz, payment bo'limidan esa transfer to Uzbekistan bo'limini tanlaymiz. Qabul qiluvchining Uzkart yoki Humo kartasini kiritamiz va albatta kerakli summani ham yozamiz. Eng asosiysi Monif ilovasida Yevropadan O'zbekistonga pul o'tkazish uchun xizmat haqqi 0%. Monif, pulingizni oson va qulay jo'nating.